Shahar markazindən joy izlab bilgan obunachilarimiz uchun ajoyib udobli joyimiz sotiladi. 4 sotik yer maydoni, umumiy yer maydoni 4 sotikga ega bo'lgan joyimiz shahar markazida joylashgan. Joyimiz maktab ham yaqin hamda bozor ham yaqin. Adresimiz To'rtko'l shahri Frolovoy ko'chasi, ya'ni paxta zavodining orqa tarafida joylashgan. Ko'rib turganlaringiz uchun ushbu ko'chadan kirib kelasizlar. Bu joyimizni ko'cha tarafdan ko'rinishi va ushbu zabordan siz o'zingizga darvoza qurishingiz mumkin. Ya'ni bu dokumentda hamma narsasi taqdirda darvoza qurish bo'yicha. Ushbu joyimizda ikkita girish qismi bor. Birinchisi ko'cha tarafdan darvoza yasab turib, mashinalar kiradigan yer. Ikkinchisi esa kichkina xotimiz bo'ladi. Bu yerda kichkina xotimizdan kirganimizda damir eshik qurilib turibdi. Shu damir eshikdan ushbu kichkina xot orqali girsanglar bo'ladi. Ko'cha tarafdan esa katta ko'cha tarafdan mashin girishsanglar darvoza o'rnini qurib olishlaringiz mumkin o'zlaringizga. Hozirda joyning ishlarini hamma yerini bir qator video davomida tushirib o'tamiz. Ushbu damir eshik qurib turibdi. Damir eshikdan giramiz va girganimizdan keyin bu yerda fasodlarni ko'rishlaringiz mumkin. Gazning o'chiruvchilari, svetning o'chiruvchilari hammasi sirtda joylashgan. Общий yer maydoni 4 sotikga ega bo'lgan joyimiz ishlarini hozirda bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu yerga girganimizdan keyin o'ng tarafimizda solinmayotgan joy bor ekan, lekin razmeri necha-nechaligini bilmayman. Ushbu videoda ko'rinib turgan kattalikda joylashgan. Bu yerdan o'zingiz solib kuzatib olishlaringiz mumkin. Chap tarafimizda kuxni bor ekan, kuxniga mo'ljallangan joyimiz bor. Buni eshik turganligi sababli ichine kirib tushira olmadik. Bu yerda svetimiz o'chiruvchi shu yerda joylashgan. Xullas, joyning ichine kirib hozir bir qator video davomida ko'rsatib o'tamiz. Girganimizdan keyin o'ng'a chapa ikkita 3 ta xona bor. Doğrumuzda banisi joylashgan. Chap tarafimizdagi xonamiz to'shni razmeri necha-nechaligini bilmayman. Ushbu videoda ko'rinib turgan razmerda pol patolog qilingan. Ikkita oynasi kun chiqish tarafga qarab turibdi. Otopleniyalari bor, sveti bor. Bu joyimizda hozirda hech kim yashamyapti, hech kim yashalmagan. Koridorga chiqishimiz bilan to'g'riga girishimiz bu yerda banisi joylashgan. Ko'rib turibsizlar, kafelar bilan otopleniya hamma narsasi gap turibdi beram. Bu yerdan chiqishimizdan keyin o'ng tarafimizda yana bitta kattaroq zal joyi bor. Bu yerda ikki xonaga bir dana kungira pech qurilgan. Bu yerdan poli patologi bor. Bir dana oynasi orqa tomonga qarab turibdi. Otopleniyalari bor, svetlari o'tgan. Bu zal joyimizdan keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, keyingi xonamiz kichkina spalniy xonasi bo'ladi. Bu yer ham pol patolog qilingan. Bir dana oynasi orqa tarafga qarab turibdi. Bu yer ham otopleniyalar qurilgan. Xullas, ekranda telefon nomerlarini yozib qo'yamiz do'stlar. Rossiyskiy WhatsApp nomerlari hamda O'zbekistonskiy nomerlarini yozib qo'yamiz. Endi esa Chorvoq taraflaridan tushirib o'tishga harakat etamiz video davomida. Ko'rib turganlaringizdek, mana shu ikkita bitta zaborimiz bor va uyning o'rtasidan Chorvoq tarafi o'tamiz. Chorvoq tarafimiz ham katta do'stlar. Bemalol mashin kirgizib qo'ysanglar bo'ladi. Katyollari hamma narsasi hojatxonasi Chorvoq tarafida joylashgan. Hech kim yashamanligi sababli ozgina tartibsiz bo'lib turibdi. Kimda kim shaharning ichidan markazdan bozor, maktabga yaqinidan joy qarab bilgan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga havolashaverasiz. Aytganimizdek, bu yerda darvoza o'rni bo'ladi va shu yerdan mashinangizni kirgizib qo'ysangiz bo'ladi. Joyimizga keladigan bo'lsak, joyimizning narxi 30 ming AQSh dollari aytilib turibdi. Albatta bu pulga berilmaydi, albatta kelishiladi. Bemalol telefonlarga telefon etib kelishsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Ushbu videoni joy qidirib bilgan, shaharning markazidan joy izlab bilgan do'stlarimizga tashab qo'yamiz, tarqatib qo'yamiz, like'larni bosib qo'yamiz. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna, podpiska